Mana. Voy. Mana. Посмотрите, какая. Bir kunlik rezultat. Voy, Yoqdimi sizga? Juda ham yoqdi. Juda ham go'zal. Qanaqa chiqdi? Zo'r. 2 yildan beri kutayotgan natijangiz sizga yoqdimi? Juda ham yoqdi. Qo'linglar gul. O'zi Instagramda har doim komment yozardim. Sehrli qo'llaringlar bor deb. Sehrli qo'llar. Haqiqatan ham shunday ekanmi? Zotan sehrli qo'llar. Haqiqatan ham bu natijadan keyin pasportni o'zgartirish kerak, aziz obunachilar. Ko'rishingiz mumkin. 1 kunlik natija hurmatli professor Amro Shodich boshchiligida yuz tortish amaliyoti kompleksini yondashganmiz bemorimizga. Lobni, browni, visoch lifting, nijniy blefroplastika amaliyoti va space platizmoplastika amaliyoti qilingan. O'zim Turkiyadan kelib qildirdim bu amaliyotni. Turkiyadan keldim. Turkiyada ham boshqa jarrohlarni ko'rdim. Ularga qildirmadingizmi? Lekin yo'q. Odamni ishongisi kelmaydi. Odam o'zini ishonchli qo'llarga topshirgisi keladi baribir. O'zini yurti, o'zini nimasi. O'zini yurti. Keyin hamma qimmat deyshadi, lekin juda ham narx qimmat etmadinglar. Karmonbob odamni o'zidan holatidan kelib chiqqan holda talab qilasizlar. Men o'shanga hayron qoldim. Hamma aytardi, Renessans klinika qimmat. Yo'q, hech ham qimmat emas. Chunki meni sharoitimdan kelib chiqqan holda pul oldinglar. Chunki hammada ham kompleks. Hammada ham yana ko'p amaliyot bo'ldi bu yuzimda. Hamma yog'i. Ko'rishingiz mumkin aziz mana natija. Sizni kuzatuvchilaringizga ham gapim bor, qo'rqishmasin. Hamma narsani biz ayollar hamma narsani eng go'zaliga loyiq biza va biz ayollar hamma narsani eng yaxshisiga loyiq biza. Eng yaxshi klinika shu yerda. Ishonchli qo'llar, kular yuz, odamlar juda ham yaxshi muomala qilishadi. Bilmayman, men hech qanaqa anaqam qolmadi ortiq. Inson bo'tga nafaqat amaliyot uchun kelmaydi. Yangidan tug'ildim. O'zingiz uchun bu avvalambor. O'zim uchun inson oynaga qaraganda voy qarib ketyapman desa xafa bo'lib yashaydi. Lekin inson xursand bo'lib yashasa, farzandlariga ham, turmush o'rtog'iga ham xursandchilik ulashadi. Mehr beradi va xursandchilik ulashadi, atrofga xursandchilik ulashadi. Lekin oynaga qaraganda men qarib qolyapman desa, o'zi u ruhan tushkunlikda yashaydi. Qiladigan ishini ham qila olmaydi, qilgisi kelmaydi. O'shaning uchun jon ayollar qildirmoqchi bo'lsanglar, o'zingizlarni o'ylanglar, qildiringlar, og'riqlar bo'lmaydi, hech qanaqa qo'rqmanglar, o'zingizlarni sevib yashanglar.